Boqiy shaharlar deganda nimani tushunish kerak? Bu haqida boqiy shaharlarda yashab kelayotgan qahramonlarning o'zlaridan eshitamiz. Men Boqiy shaharning juda qadimda qurilgan obidasiman. Juda ko'p vaqtlar o'tdi. Ba'zida g'ishtlarim to'kilib ketdi. Ba'zan yomg'irda ivib qoldim. Lekin bugungacha yashayapman. Men tarixni o'z ko'zim bilan ko'rganman. Men Boqiy shahardan qolgan nuroniy qoldiqlarman. Xuddi shaharning ildiziga o'xshayman va butunlay yo'q bo'lib ketmaganman. Haliyam yashayapman va haliyam men orqali tarixning nafasini sezishingiz mumkin. Biz 1000 yillik tarixga ega Rishton kulolchilik namunalarimiz. Kulollar bugungacha qadim an'analarga tayanib bizni yasashadi. Bezaklarimiz ham tarixiy. Biz boqiy shaharlarning ajralmas qismimiz. Men tarixdan bugungacha yetib kelgan libosman. Har bir bezaklarim qo'l mehnatida yaratilgan. Xorijlik kiyimlar ham, har xil modalar ham meni yo'q qila olmagan. Shu sababdan men ham boqiy shaharning bir bo'lagiman. Mana boqiy shaharlar haqida sizlarga o'zimiz ma'lumot berdik. Tushundingiz-a, bolajonlar?